Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Kilosimizga bitta baho berib qo'yinglar. Sorti nima deganlarga, buni sorti Valovoy sertsa. Men u anchadan beri videoga aytib yuraman, men Valovoylarim yaxshi oldi, bizlar yaxshi olyapti. Desam ko'pchilik ishonmayapti, lekin mana Valovoy sertsa. Endi bilmadim, balki changlanayotgandir, lekin bular changlatuvchi emas, sortskina. To'g'ri, meva juda ham ko'p, lekin bu meva tez pishib ketadi. Endi bu Valovoy skina bilan Valovoyda farqi. Lekin ikkosi ham pishgan yo'q, lekin mana bu Valovoy sertsa ishib ketadi hali. Bandi uzunligi. Yeso. Valovoy sertsa. Bu quyib olyapti, yaxshi hozirgi kunda. Keyin mazasi umuman boshqa dunyo shirin. Bular skina. Mevani quyib olgan, haqqoniy zo'r. Endi Valovoy sertsadan voz kechish kerak, bu deb ko'pchilik gapiryapti. Bu Valovoy sertsaga yetadigan yirik gilos yo'q-ku. Yetadi mana shuncha mevasi ham. Juda qimmat sotiladi. Bu sort bahor. Bu olcha, ko'p joyda qo'qon gilos, har xil nomi bor buni. Quyib tashlagan gilos. Endi mana Valovoy sertsa, haqqoniy Valovoy sertsa. Bu turetskiy variantdagi gilos emas. Yirikligi ham boshqacha bo'laman. Daraxt katta, yoshi uji mana tepadagi mevalar rangi olib juda yirik bo'lib olgan. Sizlarga ko'rsatib o'tiraman endi. Bir qator aylantirib. Biz bu bog'lar yoshi katta, chunki ekilayotganda changlatuvchi bu narsalar bo'lgan ichiga bahor ekkanmiz, chunki bu sortlar ancha oldin kirib kelgan bizga. Mevalar juda ham zo'r. Quyib tashlaman mana shu. Lekin buni sort skina, bu ham skina. Valovoy sertsa bo'yicha endi men ko'p gapiryapman anchadan beri, chunki Valovoy sertsaga ishtiyoqim, qiziqishim katta. Mashla Valovoy sertsa mevani gullaydi, to'kib yuboradi, gullaydi. Bu hamma gapiryapti, lekin bu meva pishmaguncha Valovoy sertsada ko'rinmaydi. Chunki barg juda ham ko'p hisoblanadi. Lekin mana ko'rib turibsizlar, mana shu holatda, mana shu joyigacha bo'lgan vaziyatda Valovoy sertsa borda mevalar mana. Mana bargtayda ham bor. Shu Valovoy sertsa bo'ladi. So'ygan mevalar. Bu hali yana ko'rinadi, lekin bu pishish kerak mana. Mana mevani olgan ko'ringlar. Quyib tashlagan, hammasi Valovoy sertsa. Ketdi Valovoy sertsa. Bunda ham zo'r meva. Bu bahor sort, bu pishib shu o'tib ketyapti. Bahor gilosda eng yirik bo'lgan holati mana shu, lekin Valovoy sertsa ancha o'tib ketadi bundan, yana ham yirik bo'lib. Bahor. Valovoy sertsa mana shu.
Mashkali bir ganchimcha kilosi kelsa ham yaxshi hisoblanadi, zo'r hisoblanadi. Valovoy sersa, mana solmayapti. Ya, odamlar gapiraveradi mana kilosi. Shuncha solatda bundan oshiq solmaydi, lekin solsa juda ham ko'p solsa yaxshi bo'lib ketardi. Turetskiy variantdagi kiloslar ancha-muncha qiziqish bo'lib qolardi. Chunki valovoy sersa yirik, doim aytaman, bundan keyin ham aytib kelaman, valovoy sersa voz buzib tashlang, bunaqa degan odamlarga qancha yoshlik qilishyapti deb o'ylayman, chunki mana yetadi mana so'yga. Bu yonbahor. Mana mevalari valovoy sersani yomon emas, zo'r so'ygan. Quyib tashlagan.